video aynan oyog'i va oyoq kiyimida hidlanish muammosi bo'lgan insonlar uchun. Demak, birinchisi bu oyoq kiyimlarni musaffolashtiruvchi maxsus dezodorant. Dezodorant tarkibi aynan oyoq kiyimlarni hidini musaffolashtirish uchun va uni ichida qolib ketgan bakteriya va mikroblarni yo'qotish uchun mo'ljallangan. Artikuli 11561. Maxsus dezodorant barcha toifadagi kishilar uchun mo'ljallangan. Siz ishdan yoki o'qishdan kelganingizdan so'ng oyoq kiyimingiz ichiga buni sepib qo'ying va u tonggacha oyoq kiyimingizni tozalab beradi. Keyingisi, demak, hidlanishni asosiy muammosi bu oyoqni terlashi, namiqishi. Namlik bo'lgan joyda esa bakteriyalar ko'payadi. Turli xildagi oyoq kasalliklari vujudga kelishi mumkin. Ayniqsa yopiq oyoq kiyimda va qishki muhitda bu krem siz uchun aynan yordamchi bo'ladi. Halol sertifikatiga ega 75 ml hajmda terlashga qarshi. Oyoqlarga kremni surtasiz va terlashdan himoyalanasiz. Surtib ko'rsataman. Mana shunaqa hajmda. Gipoallergen. Ko'rayotgan bo'lsangiz, buni teriga yedirib yuborasiz. Gipoallergen va ekspert seriyasidan bo'lgani uchun aynan davolovchi krem hisoblanadi. O'zingizdagi muammoni hal etish uchun shu ikkitagina mahsulotni xarid qilish kifoya. Faberlik siz bilan. Xarid qilish va Faberlik kompaniyasida ish boshlashni xohlovchilar bo'lsa, kommentariyada yozishingiz, qoldirgan telefon raqamimizga bog'lanishingiz mumkin.